Makrosupermarketiga tegishli bo'lgan keyingi maydon bu koridor hisoblanadi. Bu yerda ham biz o'z ishimizni tugatdik. Grillat patolog o'rnatish bo'yicha. Bu yerda ham oq grillatlar tanlangan. Yacheyka razmeri 10 ga 10. Rangi oq. Umumiy maydon 180 kvadrat. Bu maydon bo'yicha ham avvalroq video tashlangan edi ish jarayonida. Hozirda bu ob'ekt уже полностью bitkazildi.